talab ko'p, faqat yetkazib bera olmayapmiz. Nima, hozir mana shu qizlarim eplayapti. Yana kengaytirishimiz kerak. Katta ob'yem bir kunda bir qop, ikki qop qilingandan keyin u katta ob'yem u qizlarga nima bo'ladi? Og'irlik qiladi xamir, shunga mishalkada yordamida mishalkaga dedi 5 minut xamir tayyorlab beradi. Uni zuvala qilishi vaqt, qo'l mehnat. Keyin nima deydi? Yoyadi, dam oltiradi, bichadi, pishiradi, taxlaydi, upakovka qiladi. Shuga hammasi qo'l mehnat. Ichki bozorimizga ham talab ko'p, faqat ulgura olmayapmiz. Gulistonga jo'natamiz, Jizzaxga jo'natamiz, Paxtakorga, o'zimizda bozor. Ikkita filialimiz bor. Ikkita qizim ham ishlab, o'zlari chiqib, o'zlari kengaytirib ishlayaptilar ham. Mendan hunar olib kengayganiga men xursandman. Boshida qo'lidan ish kelish kerak. Harakat qilish kerak. O'shanda bo'ladi. Oddiy eng oson ish bu. Eng oson. Men o'zimga o'ylayman eng oson ish mana shu mehnat deb. Qiyin emas. Faqat epchillik kerak, harakat, mehnat kerak bo'ldi. Endi boshida birdaniga katta nima qilib bo'lmaydi. Bir qop undan boshlayversa, keyin kengaytib, xaridor o'xshatib, mahsulotni sifatli bo'lgandan keyin o'zi talab ko'payaveradi. Shunga qarab kengaytirib olaveradi. Menda bu ishda sir bo'lmagan, faqat nima deydi? Tug'ma talant deydimi? Shu o'zim xamirda qo'lim kelishardi, shuytib birinchi kichkina yoyardim, ulgura olmadim. Keyin mana stol qurib, stolga kengaytirib, shuytib o'xshatib shu mehr kerak. Bir qop undan 2200 ta chiqadi. Sifatli bo'lish kerak. Orasida sinig'i bo'ladi, yo nimasi bo'ladi, unga keyin bir oladi, bir olgan odam u sifatli chiqmadim, qaytib olmaydi.